ketgan vaqtda Chingizxon unga bostirib kiryapti. Ikkinchi ot esa uni o'limdan qutqaryapti. Xo'p, oxirgi mavzuga yetib keldik. Jaloliddin Manguberdi Xorazmshohlar davlatini tiklash yo'lidagi harakatlariga to'xtalamiz. Dehli sultoni bilan bo'lgan munosabat. Jaloliddin 1221-yilda daryodan sakrab o'tgandan keyin Hindistonga yo'l oladi. Hindistondagi Shatra viloyatining hukmdori Jaloliddinga qarshi 1000 ta ot va 5000 ta yaxshi qurollangan jangchilarni yuboradi, lekin bu jangchilar Jaloliddinga taslim bo'lib, uni tomoniga o'tib ketadi. Dehli sultoni Shamsiddin Iltutmish Xorazmshohga maktub yo'llaydi. Maktubida sening ortingda islomning dushmani turgani sir emas. Sen butun musulmonlarning sultonisan. Men bunday paytda senga qarshi bo'lishni istamayman degan ma'nodagi xatni yo'llagan. Xo'p, Jaloliddin demak o'zini birinchi davlatini Shimoliy Hindistonda barpo qilyapti. Xo'p, Shimoliy Hindistonda bo'lgan vaqtda o'z nomiga xutba o'qitiradi, kumush mis tangalar zarb ettiradi hamda soliqlar joriy qiladi. Aynan Hindistonda bo'lgan vaqtda uni ikkita lashkar boshchisi Yazdik Pahlavon bilan Sunqurjur unga xiyonat qilib Iltutmish tomoniga o'tib ketadi. Jaloliddinning Shimoliy Hindistondagi hukmronligi bor yo'g'i 3 yil davom etgan. Endi bir savol, Shimoliy Hindistonda 75 yil hukmronlik qilgan davlat qaysi? Shimoliy Hindistonda 75 yil hukmronlik qilgan davlat. Mikrofon ochiq ko'pchilikniki. Javob bersalang bo'ladi. Shimoliy Hindistonda 75 yil hukmronlik qilgan davlat. 7-sinf O'zbekiston tarixi. Xiyoniylar emas. Balki Kidariylar bo'ladi. Kidariylar. Xo'p. Shimoliy Hindistonda 3 yil hukmronlik qilgan davlat Jaloliddin davlati, 75 yil hukmronlik qilgani bu Kidariylar davlati. Xo'p, Jaloliddin davrida bir qancha fitnalar, g'am, qayg'u, mashaqqat, anduhlarga vazirlarning mehnatkash olomonning atrofida boshpana izlab yurishlarga barham berildi, ular birlashtirildi, mustahkamlandi degan fikrlarni Shihobiddin Nasafiy aytyapti. Ismoiliylar bor, 8-asr o'rtalarida arab xalifaligida shiyalik yo'nalishida shakllanib, 10-11 asrlarda Yaqin va O'rta Sharqda keyin tarqalgan diniy oqim tarafdorlari, keyinchalik bu oqim tarafdorlari Eron va Iroqda hukmronlik qilishgan. Xo'p, Chingizxonga qarshi ittifoq tuzish yo'lida ko'rib chiqamiz. 24-yilda Jaloliddin Hindistonga o'zini noibini tayinlab, u Iroqqa yo'l oladi. Xo'p, Kirmon, Shiroz, Isfaxonga borib mahalliy hukmdorlar bilan kelishadi. Xo'p, mustahkam kuchga ega bo'ladi, ammo u yerlar G'iyosiddinga tegishli bo'lganligi uchun ham akasini kelishidan norozi bo'ladi. Mahalliy aholi tomonidan yaxshi kutib olingan Jaloliddin yaxshi kutib olinadi. Chunki G'iyosiddin davrida bu yerda o'zboshimchalik va zo'ravonlik avjlashib ketgan edi. Bunday qilib, Kirmon, Fors, Isfahon Xorazmshohga tobe ekanligini izhor qilib, mo'g'ullarga qarshi kurash istagini bildiradi. Jaloliddin bu yerlarda birlashgan davlat tuzishga kirishgan. Jaloliddin bir tomondan qudratli, demak, davlat tiklayotganidan, ikkinchi tomondan Tabariston, Damashq, Misr hukmdorlarining yaxshi munosabatda bo'lgan. Xo'p, Chingizxonga yurish qilishi mumkin-da o'sha davrda. Xo'p, Jaloliddin bu yurishga rahbar bo'lishni o'ylab, Bag'dod xalifasi Nosirga maktub yo'llaydi. U xalifani umumiy dushman mo'g'ullarga qarshi kurashga undaydi, ammo o'sha davrdagi Bag'dod xalifasi kaltafahm inson bo'lganligi uchun ham mo'g'ullarga qarshi emas, balki Jaloliddinga qarshi askar jo'natadi. Jaloliddin demak ularni mag'lub etadi. Keyin Ozarbayjonga qarab yo'l oladi. Ozarbayjonda Tabrik shahrini yangi barpo etgan davlatini poytaxtiga aylantiradi. Zamonasining haqiqiy bahodiri, o'z tengqurlarini sarvari deb ta'rif berilgan Jaloliddinga xo'p, shuni ko'rib chiqamiz.
1226-yilda Ozarbayjon, ya'ni Shirvon, ya'ni hozirgi Armaniston, Gurjiston, Xorazmshoh qo'liga o'tdi. 1227-yil sentyabrda Isfahon yaqinida Jaloliddin Manguberdi mo'g'ullarning Taynon-No'yon boshliq qo'shinni yengyapti. Taynon-No'yon Jaloliddin Manguberdining jangidagi mardligiga qoyil qolib, zamonasining haqiqiy bahodiri ekan, o'z tengqurlarining sarvari ekan degan fikrlarni aytadi. Xo'p, ayni mana shu narsa Jaloliddin mavqeini oshib borishi Bag'dod xalifasini, Misr, Damashq, Jazira sultonlarini tashga solib qo'yadi. Ular demak fitnaga tayyorgarlik ko'rishni boshlaganlar. Jaloliddinga qarshi birinchi bo'lib fitnani o'zini ukasi G'iyosiddin Po'shoh uyushtiradi. U keyinchalik Kirmon hokimi tomonidan qo'lga olinib, qatl qilinadi. 1230-yilda Ko'niya, Jazira, Damashq, Misr mana shu 4 davlatni birlashib, mo'g'ullarga emas, balki Jaloliddinga qarshi Arzinjon yaqinida zarba beradi. Jaloliddin mag'lubiyatga uchraydi va 31-yilda Ozarbayjonga bostirib kirib, Jaloliddinni ular ta'qib etadi, mo'g'ullar. Ya'ni Jaloliddin zaiflashganidan xabar topib, mo'g'ullar unga kurash boshlayapti. Jaloliddin atigi Turiston tog'lariga yetib boradi. Bu yerda qaroqchi kurdlar qo'lida Jaloliddin fojiali halok bo'lyapti. Atigi 33 yil umr ko'rgan, ammo nomi ellarda mashhur bo'lgan Chingizxon lol qoldirgan, o'z yurtini beadad sevgan oxirgi Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi deyapti, dunyoni tark etyapti. Xo'p, Jaloliddin o'limidan keyingina 1256-yilda mo'g'ullar O'rta Sharqni egallashga muvaffaq bo'lyapti. 1258-yilda esa xalifalik tugatilyapti. Jaloliddin Manguberdi 11 yil davomida mo'g'ullar nafaqat O'rta Sharqqa, balki Sharqiy Yevropaga ham qo'ymadi deyilgan. Endi Jaloliddin Manguberdiga sovchi qo'ygan malikaga to'xtalib o'tamiz. Sulton Jaloliddin Manguberdi 25-yili bir paytlar Xorazmshohlar mulki bo'lgan Shimoliy Eron, Ozarbayjon hududlarini egallash maqsadida shu o'lkalarga yurish boshlaydi. Ozarbayjon va demak Arronning so'nggi otabegi hukmdori bo'lgan o'zbek mamlakat boshlig'ini tashlab qo'ygandi. Davlatni uning xotini, demak shijoatli va tadbirkor malika Tabriz shahridan turib boshqarayotgan edi. Jaloliddin Tabrizga qarshi yurish boshlaydida, malika hukmdor qal'a burchlarini mustahkamlash, oziq-ovqat zaxiralarini qamoq holiga tayyorlash kabi choralarni ko'radi. Qamalning 7-kunida malika demak shaharning kattalari va amirlarini chaqirtirib, ularga shahar oldida kuchli podshoh bor, Otabek unga qarshi turolmay qochib ketdi. Agar u bilan kelishib shaharni unga topshirsak, shaharni zo'rlik bilan topshirmasak, u shaharni zo'rlik bilan egallaydi, xalqqa zulm qiladi, deydi va shaharni ixtiyoriy topshirishga taklif qiladi. Malika bir guruh elchilarni Sulton Jaloliddin qarorgohiga yuborgan va malika o'zini tashlab qochib ketgan Otabek o'zbek bilan orasidagi munosabatlar uzilgani va undan ajraganini ko'rsatuvchi Bag'dod hamda Shom imomlaridan olgan fatvoni ham nomiga qo'shib yozadi. Elchilar sultonga malika o'zi, odamlari mol-mulki bilan omonlik so'rayotgani, Xoy shahri, ya'ni Janubiy Ozarbayjondagi o'rta asrdagi shahar, Xoy shahrini o'ziga berishini sharti bilan Tabrizni Jaloliddinga berishga roziligini bildiradi. Shu tariqa muzokaralar natijasida Tabriz Sulton Jaloliddin tomonidan egallanadi. Xo'p, mulozimlari malikani, yaqinlari, kanizaklari mol-mulki bilan birga Xoy shahriga ko'chiradi. Jaloliddin esa Tabrizga kirib, bu yerda o'z boshlig'ini qo'lga kiritadi. Xo'p, ular malikaning Jaloliddinga turmushga chiqish niyati borligini va eri Otabek o'zbekdan ajrashganini bildiryapti. Tabrizga yaqin bo'lgan hududlar, demak, xususan Varzugon qozisi malikaning nikohi bekor bo'lganligini tasdiqlayapti. Jaloliddin Ozarbayjon malikasini o'z nikohiga oladi. To'y sovg'asi sifatida Xoydan tashqari yana 2 shahar berilgan. Bu Solmas hamda Urmi edi. Endi savol, tarix darsliklarida to'y sovg'asi sifatida yana qaysi hududlar berilgan?
To'y sovg'a sifatida berilgan hududlar bormi ta'rifda yana?